Xurshid. Nima qayerdasan? Ke mana tashqarida. Abbo, eshikni olib qo'ysang, men senga ishon. Eshikni olib qilib yuboribman. Ey, bro. Ana, bilan chorma solma shulay. Men nimagadir tutyapman. To'xtab bet qo'limni olay. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan yana Xurshid Game va Artur. Aha. Ey, bro, короче, bugun oktagon. Kim bilan? Xullas hammani urishtirib ko'ramiz. Chiqoq yana yo'qolib qoldi. Uyning eshigi ochiq ekan, bir uyni titib chiqaylikchi. Telefonni ham olib uyatsiz. Bitta sovg'an olmaydi. Yomon bola ekan. Artur yomon ekan, sovg'ani ham olmagan ekan. Oktagon liga. Yaramas. Onu sotuvchi bratga oldiga borak. Brat. Day, hammalaring kelinglar. Nima? Kim bu? Qanaysan Xurshid? Ko'rdingizmi kechagi 4-qismni? Ha, zo'r chiqibdi. Bugun kengash semishga chaqib qolgan videolarni ko'rib o'tiramiz. Artur ham video chiqarmoqchi. Qanaqa video? Bilmadim, o'zi aytdi. Sizgami? Aytdiki, videoda men ham qatnashishim. Meni videomda qatnashyapsiz o'zi? Serios, video olyapsan qo'y. Rahmat, bro. Mana men mas'ul ketaman. Bitta aytib qo'y, JTL akabi magazini eng zo'ri deb. Hozir tashqariga chiqib bo'lmayman. iPhone 7 Plus'ni aytib beraman. Ko'rasizmi, iPhone 7 Plus'ni aytib beraman. Maqtanerman, net. Qarang. Assalomu alaykum obunachilar. Mana shu JTL akamning ustaxonasiga kirsalaringiz, men bu yerda bular va bular. Xona magazin bu. Magazin to'xtang boshqatdan. Assalomu alaykum obunachilar. Mana shu nima edi, JTL akamizning magaziniga kirsalaringiz, men bitta o'zi kutib oladi, quchoq ochib, men bitta ko'rib turganingizdek bular. Bunisi desa o'yinlar. Chotki narxlarda berasiz JTL aka? Ha. Eng arzon va eng qimmat magazinlar bizda. Bo'ldi, ana mening nomimni aytsalaringiz, necha foiz chegirma meni aytsa? Sen aytsa 1% chegirma qilib beramiz. Keyin qimmatroq-eng? Mayli, 0%, mayli. 25% chegirma. Ko'rasizlar do'stlar, men bilan attiga mana shu 100 minglik narsa mana shu. Bitta zumrudlik narsani men sizlarga mayli 200 zumrudga beraman. Yo'q, Bitta do'stingiz qancha? Bizda bitta do'stga bor yo'g'i 2 zumrud. Bittasi emas, 10 tasi bitta zumrud. Ko'rasizlar do'stlar, men bilan. Bo'pti. Nima balo qilyapsizlar, ey? Pul ishlayapman. Pul olmadim JTL akadan. Qochib tur, biratdan pul olay. Mendan ham pul olasan mendan keyin-da. Aka, reklama qilib berdim sizlarga. Reklama yaptidek bu sizlarga. Nima bo'ladi? Bu pulga bo'pti, siz endi o'zim to'xta, hozir chiqarib beraman. To'xta. Siz o'zim biratimsiz. Endi siz uchun atiga $10. Brat, eshitasizmi? Hozir saravolay. Tezlashtiring. Mana. Bo'pti, rahmat aka. Chegirma qilib berdim sizlarga. Atiga $5. Aha. Do'stlar, hazillashdim. Videomni ko'rsa o'z uchun mollar bo'pti. Qanisan? Nima balo qildinglar? Pul ishladim. Короче, bugun oktagon liga. Kasal bo'lib qolsalaring, o'lib qolsalaring, mana doktorxonaga ham borib. Esimcha qabriston ham qurib yuboraman. Короче, men Devilni chaqirdim. Serios? Devil bilan birga bir oktagon chiqib ketaman. Sen videoga olasan, faqat men unaqa ichim og'ritgan edim. Men iPhone X'ni videoga olib tur. Hozir. Yaxki. Men srochni joyga o'tib kelay. Men senga o'sha videoni ko'rsatib beraman. O'sha o'yinni ko'rsang, bundan ham zo'r bo'lardi-da. Bo'pti, meni ichim og'riyapti. Bo'pti, o'lay. Voy, polaponim, yana qachon kelasan? Bu osmon yig'lab o'rganiga qaraganda sen yana qaytding. To'g'rimi? Devil. Ahmoq. Kelgan ekan Devil. Gapim rost. Devil. Nima deysan, Kim edi? Nihoyat kelibsan-da. Keldim. Bu endi seni yakuniy. Emas. Nima meni jonim ketyapti? Ikkalamiz kuchimiz teng, qo'lda urishmart bo'lsa. Qo'l? Farqi yo'qmi? Hozir yo'raman men seni.
Yaxshi. Ha, yaramas. Kuching yetmayaptimi? Tak что, men seni bemalol ekaman. Men ham sakray olaman. Nima edi? Qanisa? Bu yoqqa. Sen olamlar sehrgari Artur bilan ushlayapsanmi? Sen esa devil urishyapsan, shuni bilasanmi? Du, maydondan chiqib Maydondan chiqarib yubordim, plus. Yaxshi du. Sen maydondan chiqib ketibsan men zarbalarimdan, ha, qo'rqoq. Yaxshi deyapman. Devil bu urush qanchagacha davom etadi? Nima, charchamadingmi? Sen charchashing mumkin, lekin men charchamayman. To'xta, kuchim tugab qol. Kengayib, plus kuchi tugadi. Qanday yaxshi. Qanday kirding? Men sen bilan gaplashamiz. Qanday qochding, plus? Sen qochasan, men emas. Yaxshi. Shuni ham bilmayapsan-ku. Spiderman. Artur, tur. Yaxshi. Короче, basharingga oyog'im. Ay, yuzim. Ko'zim. Voy dali, plus. O'lib ket. Ay, tep shart emasdi, lekin esni javob etsin. Eshitdingizmi? Qamoqdan chiqsam, bittalab gaplashaman senlarga. Bilarmi? Keyin gaplashaman, bittalab. Xurshid. Nima deysan? Qaytasan, ey, nogiron. Ichim og'riyapti. Hali yemadim. Men zarur ish dedim-ku. Bo'lmasa, men ketdim, seni kutib turaman. Edvani qo'yib bo'ldim. Nima deysan? Qaynasan? Xurshid, qanasan? Ha, nima? O Devil Black so'gunga chiqdim. Yaxshi, zo'r yutdingmi? Ha, yutdim. U endi taslim bo'lgan paytida ko'ziga bir balo kirdi. Короче, meni mushtim uni ko'ziga kirib ketdi va politsiya keldi shu stopda va uni mana yoqqa qamab qo'ydi. Ofitser qochib turing. Qani? O'sha ofitser shuncha paytdan beri qahqaryapsiz. Anqovmisiz? Qochib ketibdi-da, men nima qilayapman? Qayerdan qochgan bo'lsin ofitser? Nari qarab turing, nari qarab turing. Xurshid, qara. Bu devil kuchi. Axir uni kuchi seniki bilan bir xil-ku. Lekin u qanday sindirdi? Stop, u ham kreativ, to'g'rimi? Ijodiy. To'xta. Nima? Men buni sinab ko'rishim kerak. Nimani? Ana, chiqyapsan-ku. Teshikdan. Oldiga kelib bitta tekshirib ko'rishim kerakmi? Hozir bir minut. Balki buzib keyin Mahmud to'g'ri shaysan chiqib ketgandi. Timol ofitser ham qaramayapti. Butun bunday o'tayotgan bo'lsa-chi. Yo, u kreativ bo'lish kerak. Tajribaliroq yotishgan menga qaraganda. Qara. U qochgan joyga hozir biz mana bunaqa loy qo'yamiz. Anuni buzib qo'yding. Nimani? Anuni buzib qo'yding. Qaysi? Anuni buzib qo'yding. Qanday? Yomg'ir yog'ardi. Mayli, hech qisi yo'q. Oldimniki Xurshid. Короче, senga bitta qiziq gap aytishim kerak. Qarab tur, hozir bitta qarsak cholib o'raydi. Bo'lmay ketdi-ku, qara. Hoppa. Zo'rga zo'ru. Ha. Men shuni nariyoqqa borib kelay. Men obunachilardan xayrlashyapman. Nega, nima bo'ldi? Bo'ldi, bu 5-qism tugadi. Agar 50 ta like yig'adigan bo'lsalar, biz Devil'ni hayoti va nimaga u mana bunaqa yovuz bo'lganini ko'rsatamiz. Chunki yovuz bo'lib tug'ilmaydi. Men doktorxonaga chiqib, aniqroq kirib chiqishim kerak. Devil hayotini bilasanmi? U meni ancha kuchim olib qo'ydi. Ishonmasang bitta urdi. Sen Devilni qatdan taniysan, eslichu? Devilmi? Gapirma. Buni anonni bilib olamiz. Devilni hayotini o'zing ham gapirib berasan, tushundingmi? Shunda men senga Devil'ni hayotini to'liq aytib berishga majburmanmi? Da. To'xta, hozir. Bo'pti, obunachilarni xayrlash olay. Obunachilar ani bir bala qilyapti, короче, yurakcharim qorin ko'rmayapti, nechon bir bala qilganlarda. Xayr, obunachilar keyin Devil'ni hayotini shaxsan Artur gapirib beradi o'zi. Bro, yiqilib tushdim. Bir tinch falokat bo'lakansan-da. Bro, yiqilib tushdim. Bo'pti, obunachilar, qisqaroq olsam gapiraman.